Iste'dod, tashabbus va e'tirof bir sahnada. Qarshi shahridagi 7-umumiy o'rta ta'lim maktabi yoshlik shijoati va yutuqlar tantanasiga aylandi. Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida tashkil etilgan tadbirda o'quvchilar o'z iste'dodlari, bilimlari va ijodiy ishlari bilan ishtirok etib, barchaning e'tiborini qozondi. Biz nafaqat to'garaklar, fan to'garaklari, ijod to'garaklari, STEM fanlarini rivojlantirish, chet tillarini o'rgantirish, sun'iy intellekt, robototexnika, dasturlash kabi ko'nikmalarni o'quvchi yoshlarimizga o'rgatishni maqsad qilib olgan. Kelajak markazlari albatta o'quvchilarni maktabdan tashqari vaqtlarini mazmunli boyitish bilan o'z oldiga maqsad qilgan. Tadbirga Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov tashrif buyurdi. Ertamiz egalarining ishlari bilan yaqindan tanishdi. U iste'dodli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, yigit-qizlarning salohiyatini yuzaga chiqarish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri ekanini alohida ta'kidladi. Maktabimizda hozirgi kunda juda ko'p to'garaklar ochilgan bo'lib, bu IT sohasi, kibersport, robototexnika to'garaklarimiz bor bizda, keyin tikuvchilik, ingliz tili, matematika to'garaklarimiz bor. Undan tashqari o'sha rassomchilik to'garagida mana bolalarimiz bugun o'sha o'zlarini chiroyli rasmlarini kiyimlarga tushirib, esdalik sovg'alari qilib, bugungi kunlarini maroqli o'tkazishmoqda. Bunga diqqat bilan qarash kerak. Bu rasmni birinchi bo'lib o'rganib chiqish kerak. Qanaqa ranglar ishtirok etish uchun, qo'shib qilish uchun birinchi bo'lib rasmga e'tibor bilan qarab chiqish kerak. Loyiha doirasida to'quvchilik, kulolchilik, tasviriy san'at hamda zamonaviy texnologiyalar yo'nalishlari bo'yicha tayyorlangan ko'rgazmalar namoyish etildi. Shuningdek, turli tanlovlarda muvaffaqiyat qozongan yoshlar tantanali ravishda taqdirlanib, ularning yutuqlari munosib e'tirof etildi. Bu 5 million sun'iy intellekt tanlovi bo'lib, bunda Coursera degan dastur bo'ladi va bunda 5 ta bosqichdan iborat bo'lib, biz o'shandan ishlab g'oliblikni qo'lga kiritdik. Men bundan juda ham xursandman. Kelajakda Xudo xohlasa BYDni ham yutib olish niyatimiz bor. Yigit-qizlar yutug'i e'tirof etilgan ushbu tadbir kelajak egalari uchun yangi marralar sari dadil qadam tashlashga ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.